Assalomu alaykum hammaga. Bugun videoni shunaqa chiroyli, go'zallik bilan boshlashni xohladim. Do'stlar, bu balkon. Men hammaga to'g'risi tilayman shunaqa balkoninglar bo'lishini. O'zim yaxshi ko'raman ochiq balkonlarni to'g'risi. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bilasizlarmi, bu juda ham foydali meva. Saharning diabeti borlar bo'lsa, ayniqsa buni shunday yeysizlar. Bu ham sitrusni bitta turi, bemalol uy sharoitida ham o'sadi, katta bo'lmaydi. Bu limon. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bu olivka. Hammaga tilayman shunaqa chiroyli balkonlaringlar bo'lishini, maza qilib o'tirishlar. Bugun anchadan beri suhbat qilmadim. Bugun bir chiroyli suhbat, savollarga javob va go'zal bir yangilik sizlarga aytaman. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammalar yaxshi ishlayapsizlarmi? Bu mana shunaqa chiroyli bitta balkonda sizlar bilan suhbat o'tkazishga qaror qildim. Qadrli do'stlar, anchadan beri chiqmayapman, yo'qotib qo'ymanglar, lekin juda ham ish ko'p. Allohga ming marta shukr. Har kuni kimdir mehmonga keladi, uy olaman deb keladi. 2 kun, 3 kun shu mijozlar bilan ovoramiz. Juda ham ko'p Germaniyadan kelyapti. Germaniyadan ruslar ham kelyapti, Germaniyadan o'zbeklar ham kelyapti. Shunga shular bilan ovoramiz. Har kuni aytaman, sizlarga bitta video qilaman deyman, lekin esdan chiqib qoladi. Lekin mana bugun bir video qilaman. Birinchi sizlarga yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Mel Mersin kompaniyasi Xudo xolasa 25-26 aprelda Samarqandda va 27 apreldan 1 maygacha Toshkentda bo'lamiz. Toshkentda Santini restoranida 27-28 aprelda Xudo xolasa ertalab soat 11dan 10 bilan 11 orasida boshlaymiz. Kechqurun 6 gacha sizlarni kutamiz. Prezentatsiyalarni o'tkazamiz, qanaqa proyektlarni olib kelganimizni ko'rsatamiz. Xudo xolasa Mersindan, Antaliyadan, Alaniyadan proyektlar olib boramiz. Shimoliy Kiprdan olib boramiz proyektlarni, Dubaydan proyektlarni olib boramiz. Kelib, biz bilan tanishib, o'zimizni ko'rib, suhbatlashib, hamma beradigan savolingizga javob beramiz. VNJ bo'yicha ham, bu yerda o'qish bo'yicha, bu yerda meditsinasi bo'yicha, farzandlarning o'qishi, universitetlar hammasi bo'yicha javob beramiz. Universitetlar bo'yicha ham men bitta vlog qilganman, ko'rishinglar mumkin va yana sizlarga yordam berishi mumkin. Bemalol kim Turkiyada o'qimoqchi bo'lsa, grant olmoqchi bo'lsa, Turkiya burslarida qatnashib, Turkiyada tekinga o'qimoqchi bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar. Ayniqsa oranglarda agar shu muhtoj oilalar bo'lsa, lekin farzandlari juda ham chanqoq insonlar bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar. Men sizlarga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Hozir menda shunaqa Xudo xolasa aloqalar mustahkamlashyapti. Shu o'qish bo'yicha ham menga va'da berishdi. Shunaqa muhtoj oilalar bo'lsa, O'zbekistondan, Turkmanistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan menga aloqaga chiqinglar. Men sizlarga kerakli insonlarni nomerlarini beraman. Xudo xolasa yordam berib borishadi. Va faqat muhtojlar emas, kim o'qimoqchi bo'lsa, umuman olganda Turkiyada kim bilim olmoqchi bo'lsa, har qanaqa yo'nalishda, meditsina bo'lsin, yuridik yo'nalish bo'lsin, farmatsevtika bo'lsin, biznes bo'lsin, nima yo'nalish bo'lsa ham menga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa уже yaqinlashyapti. Maktab oxiri yaqinlashyapti, o'qishlarga kirish periodlari, vaqtlari yaqinlashyapti. O'shaning uchun aloqaga chiqinglar. Men sizlarga kerakli bo'lgan nimalarni, nomerlarni, kontaktlar bilan ulab qo'yaman. O'zingizlar bemalol Azizani nomidan, Mel Mersin kompaniyasining nomidan deb chiqsanglar bo'ladi. Chiroyli bonuslar berishadi, yordam berishadi burslarda qatnashishga. Shunga. Endi do'stlar, asosiy aniqaga kelaylik. Men bugun sizlarga yana bir yangilik aytmoqchiman. O'zbekistondan Mersinga to'g'ridan to'g'ri uchishlar boshlanyapti. Mana juda ham uzoq kutgan bu yangilik. Xudo xolasa iyun oyidan boshlab, iyun boshi emas, 14-iyundan boshlab O'zbekiston havo yo'llari Avialux Travel kompaniyasi bilan birgalikda to'g'ridan to'g'ri reyslarni qo'yyapti Mersin shahriga.
Xudo xohlasa charterni reyslar bo'ladi. Hozircha endi 3 oyga qo'yishyapti. Iyun, iyul, avgust, sentyabr o'rtasigacha. Albatta hozircha biletlar balandroq narxi, chunki havo yo'llari uchyapti. Bilasizlar, laynerlar juda ham katta havo yo'llarini, bular low coaster emas, to'liq shu ovqat hamma narsasi bilan bu reyslar. Lekin Xudo xohlasa hozir Pegasus va Adjet kompaniyasidan ham kutyapmiz. Ular low coaster qo'yish kerak. Ularning narxlari albatta ancha arzon bo'ladi. Xudo xohlasa havo yo'llaridan keyin ular ham boshlaydi. Faqat O'zbekiston emas, do'stlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Bishkek, Almaty, Astanadan ham to'g'ridan-to'g'ri reyslar qo'yilyapti. Bundan tashqari Rossiyani shimoliy qismi Novosibirsk, Sankt-Peterburg, Norilsk juda ham ko'p. Men keyin sizlarga bu yerda videoni opisaniyasida qoldiraman qaysi shaharlardan juda ham ko'p. Shu Rossiyani shimoliy tarafidan ham to'g'ridan-to'g'ri reyslar qo'yilyapti va albatta o'zinglar bilasizlar, Germaniyani 5 ta shaharidan borish, kelish to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor hozir. Yil oxirigacha bundan ham ko'payadi reyslar. Chunki Mersin aeroporti Turkiyaning Istanbul aeroportidan keyin, yangi aeroportidan keyin ikkinchi o'rinda turadi do'stlar. U hab juda ham уже nima desa bo'ladi, ishi bunaqa загруженности eplash qiyin bo'lyapti Istanbulda. Shuning uchun ham Mersin aeroporti ham tashkil qilindi. Qanaqadir qismini Istanbulskiy aeroporti o'ziga oladi va bu yerda yildan yilga ko'payaveradi xalqaro reyslar. Tezroq ulguringlar o'shaning uchun u yo'q olishga. Albatta narxlar ko'tariladi, albatta do'stlar. Bunaqa reyslar qo'yilgandan keyin Xudo xohlasa keyingi yil yangi temir yo'limiz ishga tushadi. Eslatib o'taman, temir yo'l bo'lgan, yo'li qisqaydi, hozir u uzunlashtirilyapti. 700 mi 800 kilometrgacha uzunlashtirilyapti. U yo'lga tushadi. Xudo xohlasa 26-yil oxiriga metrolar ishga tushadi. Albatta bular narxga ta'sir qiladi. Men 1 oyda oshib ketadi, 2 oyda oshib ketadi demayman do'stlar, bu yolg'on bo'lib qoladi. Lekin 2026-yil bahorlarigacha ulgurib qolganligi yaxshi. Bu meni maslahatim. Bu meni nima desa bo'ladi, shu men o'ylayman 4 yil ham kam nima emas, vaqt emas, men shu sohadaman. Mana bu nima desa bo'ladi, shu bir ish opitimdan, ish jarayonimdan kelib chiqib bir fikrim sizlarga 2026-yilgacha Xudo xohlasa ulgurib qolganinglar yaxshi. Chunki narxlarimiz yaxshi hozir. Bu hafta yana bitta qurilish kompaniyasi bilan ko'rishga boraman. 3 oydan keyin topshiriladigan obyekti bor. Menga va'da berdi. Xudo xohlasa 24-36 oygacha muddatli to'lovga beraman deb. Narxlarini bilmayman to'g'risi. Albatta borib gaplashib keyin uni ham sizlarga videoga olib publikatsiya qilaman do'stlar. Shuning uchun bemalol kelinglar, aloqaga chiqinglar, uy olaman deb kelsanglar 3 kun 4 kun bizning hisobimizdan mehmonxonada qolish tekin bo'ladi. Ozgina shamol ko'tarilyapti, men o'ylayman, men ovozim yaxshi eshitilyapti. Keyin yana bir yangilik, juda ham ko'p o'zbekistonliklar Elvira degan bir tatar chiroyli qiz bor, tatar millatiga mansub. Put degan, yo'ldamiz, on the way degan bir kanallari bor. Menimcha millionta уже подписчиклari bor. Juda ham o'zbekistonliklar ko'p ko'radi. Qishloq joylarda oddiy xalq ko'rsatadi. Men shuncha shu qizni juda ham hurmat qilaman, juda ham ko'raman. Shu qiz bizga mehmonga kelgan, Xudo xohlasa ko'rasizlar. Mersinning qishloq joylarini, oddiy insonlar, umuman Mersinning hayoti ularga juda ham qiziq bo'lgan ekan. Shu bizning bitta-ikkita joyda kanallarimizni ko'rib qolgan ekanlar, videolarimizni ko'rgan ekanlar. Shunga telefonlashib, maslahatlashib kelsam bo'ladimi dedilar. Taklif qildik. O'zingizlar ko'rasizlar. Xudo xohlasa menimcha shu oy oxiriga, keyingi oy boshlariga o'sha videolar chiqib qoladi. Juda ham qiziqarli kontent bo'ladi. Birgalikda ham videolar qildik. Mersinning oddiy xalqini ko'rasizlar, qishloq hayotini ko'rasizlar, bir insonlarini ko'rasizlar. Juda ham bir o'zim ham yaxshi ko'raman. Imенно umuman o'zi turklarni juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Lekin baribir Mersinni insonlari boshqacha deyman. O'zingizlar ko'rasizlar shu qiz videosida o'zi ham bir boshqacha bir ruhlanib ketdi bu qiz, tanishib, insonlarning samimiyligini ko'rib. Shuning uchun albatta podpiska qilib ko'ringlar u qizni ham. On the way inglizcha nazvaniyasi, ruschasi Put degan kanallari bor. Ko'rasizlar.
Ishqilib shunaqa do'stlar, aeroport ochilganini bilasizlar, o'tgan yili avgustda ochilgan, 2024-yil xalqaro reyslar hech kim ishonmagan edi O'zbekistondan qo'yiladi deb. Ko'pchilik deylik, hech kim demaylik. Mana to'g'ridan-to'g'ri reyslar ham qo'yilyapti, to'g'ridan-to'g'ri reyslar ko'payyapti. Albatta hozircha faqat bu issiq sezonga qo'yilyapti, 3 yoki 4 oyga. Lekin men umid bilan emas, men ishonch bilan ayta olaman, bu reyslarni ko'paytirishadi, chunki talab bor, talab katta bo'ladi. Bu aviakompaniyalar bilan ham xudo xolasa uchrashuvimiz bor. Borganimizdan keyin aviakompaniyamiz tur agentstvalar bilan to'g'ri bo'ladi. Shunaqa desam, ular bilan borib gaplashib, hammasini shu bilet reyslarni vaqtini cho'zishini ham gaplashamiz, chunki haqiqatda qiziqayotganlar ko'p, kelaman degan insonlar ko'p. Nimaga faqat 3 oy ishlash kerak, to'g'rimi? Chunki dam olishga ham keladiganlar ko'p. Mersin Antaliya bilan Alaniyadan ko'ra dam olish sezoni ko'proq-da. Masalan, ularni sezoni sentyabr oxirlarigacha уже kamaysa, oktyabrda ham cho'milsanglar bo'ladi, noyabrda cho'milsanglar bo'ladi. Men 2 yashar qizim bilan o'tgan yili 1 yosh edi. Dekabr 1-2-3-dekabrda ham biz dengizda cho'milib yurganmiz, chunki dengiz juda ham bizda ko'p barxitli payti bo'ladi. Shuning uchun xudo xolasa gaplashamiz. Men o'ylaymanki bitta to'xtamga kelamiz. Bir aniq aloqalarimizni tiklab olamiz ular bilan ham. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Eslatib o'taman, o'qimoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Uyoqmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Kutib olamiz, joylashtiramiz. Juda ham bonuslarimiz ko'p. Bizdan uyoqganlarga 60 ming yevrodan baland bo'lgan. 60 ming yevro bu 65 ming, 67 ming dollar atrofida. Agar bizdan shunaqa miqdorda pul olsanglar, biz yana 500 yevrolik stomatologga sizlarga anaqa beramiz, sertifikat beramiz. Ming bor uzr. Stomatolog kerak emas deganlarga kosmetologga beramiz. Kosmetolog kerak emas deganlarga 2 kunlik, 3 kunlik otellarga, xudo xolasa otellarni ham videolarini qo'yaman. Juda ham ko'p otellar bilan hozir muloqot o'rnatyapmiz, aloqa o'rnatyapmiz. Ular bilan ham dam olishga beramiz. Xudo xolasa Mersin bo'yicha turlar qilib beramiz. Agar yo'q, menga doktor ham, kosmetolog ham unaqa narsa kerak emas desanglar, turlar qilib beramiz. Ishqilib 500 yevrolik bonusimiz bor. O'zingiz xohlagan bonusda. Umuman hech narsa xohlamasanglar, shu 500 yevrolik texnika yoki bironta mebel qilib beramiz uylarga. Muddatli to'lovlar bor, 18 oy, 24 oy, 36 oygacha. Tayyor uylar ham bor, qurilishlar ham bor. 35 ming yevrodan boshlab xonadonlarimiz mavjud. Aloqaga chiqinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mel Mersin kompaniyasi O'zbekistonga kelyapti. Mel Mersin kompaniyasi sizlar uchun doim xizmatda. Mel Mersin kompaniyasi sizlarni doimiy ishonchinglarni qozonib yurish niyatida bu yo'lda hamma yaxshi ishlarni qilishga tayyor, qadrli do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Aziza bo'ldi, Mersin shahridan, O'zbekistonda, Toshkentda, Samarqandda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.